Salom. Barmoqlarni qirsillatish bo'g'imlarga zarar yetkazadi. Paylarni zo'riqtiradi, og'riq va shish keltiradi. Telefonni yostiq ostiga qo'yib uxlash miya va asablarni zo'riqtiradi, uyquni buzadi va sog'liqqa zarar keltiradi. Salom. Telefonni engashib uzoq o'ynash bo'yin umurtqasini zo'riqtiradi, mushaklarni charchatadi. Salom. Quloqni paxta tayoqchalari bilan tozalash quloq yo'liga zarar yetkazadi, kirni ichkariga suradi va yallig'lanish chaqiradi. Ko'nglimga aytayapti. Kam harakatlik yurak, bo'g'imlar va mushaklarni zaiflashtiradi. Salom. Hojatni uzoq ushlab turish siydik pufagi va ichaklarga zarar yetkazadi. Yallig'lanish va og'riq chaqiradi. Juda issiq ovqat iste'mol qilish og'iz, qizilo'ngach va oshqozonga zarar yetkazadi. Kuyish va yallig'lanish. Kam suv ichish qon aylanishini susaytiradi. Buyrak va teriga zarar yetkazadi. Charchoqni oshiradi va sog'liqni